Tushda kiyim ko'rishning ta'birlari. Yangi kiyim ko'rish kasal kishi uchun shifo, kambag'al uchun davlat, xizmatchi uchun amal, savdogar uchun foyda, dehqon uchun mo'l hosildir. Yamoq kiyim ko'rish kasallik, yetishmovchilikdir. Eski ko'ylak g'am anduh, qizil, sariq, qora va rangdor kiyimlar g'am va kasallik demakdir. Egnidagi kir ko'ylakni yechish qiyinchiliklardan qutulishdir. Yangi kiyim halol mol, kir kiyimni yeyish harom molga ishoradir. Tushida yirtilgan, kesilgan ikki ko'ylak ko'rgan kishining umri poyoniga yetadi. Tushida eski tuski kiyim ko'rgan kishi g'am anduhga botadi. Qizil, sariq, qora va rang-barang kiyimlarni ko'rgan kishi g'amga botadi va betob bo'lib qolishiga ishoradir. Bordiyu siz tushingizda egningizdan kir ko'ylakni yechayotganingizni ko'rsangiz, demak qiyinchiliklar sizni tark etadi. Kishi tushidagi yangi kiyim halol molga ishoradir. Kir bosgan kiyimni tushida yegan kimsa harom yo'l bilan mol davlat topadi. Taniqli ta'birchi Ibn Sirinning aytishicha, agar biron kimsa tushida ipak matodan tikilgan ko'ylak kiyib yurgan bo'lsa, taqvodor kishi bo'lishiga ishoradir. Agar ayol kishi o'zi ustida erkak kishining kiyimini ko'rsa, diniy va dunyoviy savobga ishoradir. Bordiyu erkak kishi egnida ayollar kiyimini kiygan bo'lsa, qayg'udan dalolatdir. Tushdagi yangi ko'ylak halol mol topishga, toza libos esa inson qalbining toza ekanligidan ogoh etadi. Tushdagi kiyim shkafi esa ayoldan va rutbadan ishora. Bundan tashqari tuz sohibi tushida kiyimlik uchun mato ko'rsa, halol daromad, yo'qchilik va tashvishlardan qutulishga ishoradir. Taniqli ta'birchi Vanga tushdagi qizil kiyim pokiza va ozoda xotinga ishora beradi. Kimki tushida uni topib olsa, go'zal va boy xotin olishiga ishoradir. Agar kishi tushida kiyim ilgichini ko'rsa, mehmon kelishidan ogoh etadi. Kiyim, mato yoki shunga o'xshagan narsaga o'ralib olgan kishi nasibasini topishga g'ayrat bilan bel bog'lashiga dalildir. Bundan tashqari martabasi ulug' bo'lishiga ham ishora bo'ladi. Kiyim tikish baxt uchun kurash, qora kiyim g'am, yirtiq kiyim tashvish, oq libos yoki ko'k poklik. Kelin ko'ylak xushxabar. Oq kelin ko'ylak kiysa tez orada xushxabar eshitadi. Kiyim sotib olish esa omadga ishoradir. Bundan tashqari chiroyli ko'ylakni tushda kiyib yurgan kishi ongida xursand bo'ladi. Qora ko'ylak g'am, issiq ko'ylak shamollash, yirtiq libos janjal va kasallikka ishoradir.